Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ihr gut geht und etwas nützlich zu Hause macht. Ich habe euch ein neues Thema vorbereitet. So, dann, ich habe auch eine Präsentation dazu vorbereitet. Das lernen wir jetzt zusammen. Okay, unser neues Thema heißt je, desto oder umso. Bu nemischchada tarjima qilganda qancha shuncha, ya'ni biz bilamiz, misol uchun o'zbek tilida bor-ku, qancha tezroq yugursang shuncha tezroq yetib olasan yoki qancha kamroq yesang shuncha tezroq ozasan. Ya'ni bularda har doim bizada sifatlar bilan kelishi. Bu yana qanaqa sifat? Sizlar bilan o'tganmiz. Komparativ sifatlarni darajalarida pozitiv bor edi, komparativ bor edi, superlativ bor edi. Komparativimiz qaysi forma edi? Erli forma, ya'ni schnell, schneller, oft, öfter, viel, mehr, исключение fe'llarimiz ham bor edi. Ya'ni o'zgaruvchan, ostidan yetdi. Qolganlar hammasiga er. Langsam, langsamer, interessant, interessanter. Ya'ni xuddi shu sifatda buni qilishdan bir takrorlab olishga to'g'ri keladi agar eslanib chiqqan bo'lsa. Asosan bu mavzuyimiz sifatlarning turlanishi o'sha komparativ bilan bog'liq bo'ladi. Bo'lmasam ketdik, boshlaymiz. Hozir aytganimdek, yedesto har doim komparativ bilan keladi. U pozitiv, superlativ, boshqa hech nima bilan kelmaydi. Faqatgina komparativ, oladigani bilan keladi. Keyin mana desto xohlasanglar umzo qo'yishlar mumkin yoki desto yoki umzo, uni farqi yo'q. Hozir hammasini misollarda ko'rib chiqamiz. Misol tuzishdan oldin formulasini sizlarga men yozib berdim. Formulasi bilan keyin buni solishtirib o'rgansanglar bo'ladi. Demak, har doim eslab qoling, 100% ye gap boshida keladi. Yeni qo'shasizlar, yozasizlar, yoniga sifatni komparativ darajasini yozasizlar. Keyin ega, ot keladi, ikkinchi darajali bo'liklar keladi, fe'l keladi. Eslab qolinglar. Agar ikkinchi darajali bo'ligili bo'lmasa, nisrasi fe'l yozib ketsanglar bo'ladi. Keyin vergul qo'yasizlar, desto keladi, desto yoki umzoni qo'yasizlar, bunga farqi yo'q. Yana komparativ keladi, обязательно. Endi komparativda сразу verb keladi bu destoligida. Tepada ham berayotgan bo'lsanglar, mana yedi fe'l oxirida kelyapti. Endi desto yoki umzolikda fe'l сразу sifatdan keyin kelyapti. Keyin shu fe'lga qarab turib egasini otini yozasizlar. Ikkinchi darajali bo'lish shu bilan tugaydi. That's glider. Mana bu bu otmas, mana gliderda davom. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar. Agar sizlar ikkinchi darajali fe'l ikkinchi darajali bo'ligili bo'lmasa, sразу otdan keyin tugatsanglar bo'ladi. To'xtatsanglar bo'ladi. Endi misollar bilan ko'rib chiqamiz bu narsani. Eslab qolgan bo'lsanglar, je weniger du isst, virgul, desto schneller nimmst du ab. Desto yoki umzo. Ahamiyat beringlar, ikkalasini ketma-ket yozmanglar. Shuncha tushuntiraman, yana savol berasizlar sizlar. Desto umzo birga yozilmaydi. Xohlasanglar yo destoni qo'yasizlar, xohlasanglar umzoni qo'yasizlar. Ikkalasi qo'yilmaydi, tushundinglarmi? Shuning uchun men sizga prosta yozib qo'ydim. Qaysi birini qo'ymoqchi bo'lsanglar, unisini farqi yo'q. Qancha kamroq san yesang, shuncha tezroq ozasan. Ko'ryapsizlar, ye kelyapti, sifat kelyapti, sifatni er darajasi, mana komparativ darajasi, ega kelyapti, fe'l kelyapti, vergul. Desto bilan yana boshlaymiz, yana sifat komparativ darajasi kelyapti, fe'l kelyapti, ega kelyapti. Mana bu ab fe'lni old qo'shimchasi. Bilasizlar-ku, achirin old qo'shimchalarni. O'shani oxiriga kelyapti. Agar bu yerda sizlarda ikkinchi darajali bo'lik bo'lsa, do'dan ikkinchi darajali bo'liklarni yozasizlar-da, keyin mana bu ab oxiriga ketadi. Tushunarlimi? Esinglardan chiqmasin shu narsalar. Xo'p, esinglarda bo'lsin, keyin hech qachon mana bu ye weniger, yedan keyin sifat kelyapti yoki desto umzodan sifat kelyapti. Orasiga nimadir qo'ya olmaysizlar. Har doim bular biriga keladi. Keyin savol bo'lishi mumkin, ustoz desto schneller nimmst du ab oldinga chiqarib, oldin biz qilardik-ku qo'shma gaplarimizni. Misol uchun da va ila oldinga chiqarib, keyin gap undan keyin tursa bo'ladigan bo'lardi. Bularda unaqa bo'lmaydi. Har doim ham yeliga birinchi o'rinda turadi, destolik gap har doim ikkinchi o'rindan keyin keladi. Desto umzolik gapni oldinga chiqarib qo'ya olmaysiz. Bunaqa narsaga haqqinglar yo'q. Xo'p, misol uchun kim? Leichter die Aufgaben sind, desto einfacher wird die Prüfung. Qancha osonroq
vazifalar bo'lgani sari shuncha oddiyroq, soddaroq bo'ladi ekzamen, imtihon. Bu narsa o'zbek tiliga uncha to'g'ri kelmaydi. O'zbek tilida biz har doim buni komparativ formada bera olmaymiz. Chiroyliroq, osonroq, yaxshiroq deb bizada oddiy formada ketadi bu ona tilimiz. Bizada qancha oson bo'lgani sari vazifalar shuncha sodda bo'ladi ekzamen deb aytamizda, lekin nemis tilida bu narsa har doim er bilan beradi. Demak, tarjima qilayotganda biza tarjimaga to'g'ri keladigan sifatlar bor. Komparativ forma, например, boyagida kamroq, tezroq, osonroq aytsanglar bo'ladi. Roq bilan to'g'ri kelmaydigan sifatlarimiz ham borda, oddiy formada kelish kerak. Unaqa bo'lsa farqi yo'q. Tarjima demak ahamiyatga ega emas. Главныйsi tarjimani yozayotgan to'g'ri yozishingiz kerak. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Keyin asosan o'tgan zamonda juda ham o'tgan zamonda kelishi mumkin, lekin juda ham kam keladi. Chunki o'zbek tilida ham uni o'zbek tilida ham o'tgan zamonda gapirish bu menimcha yo'q, juda kam keladi. Kelishi mumkin, kam keladi. Misollar bor. Masligi uyga berayotgan vazifalarni shu o'tgan zamonda ham bitta-ikkita mashqlari bor. Uni o'zi ko'rib olasiz. Lekin asosan hozirgi va kelasi zamondagi kelayotgan uchun men o'tgan zamonga mashq yozib o'tirmadim. Mana yozganimdek, hozirgi zamon yoki kelasi zamon uchun keladi. Bu juda ham kichkinagina, osongina mavzu. Shuning uchun buni o'zi bitta-ikkita mashqda tushunsa bo'ladi. Buni o'zi unaqa ko'p qiladigan qonun qoidalari yo'q. Keyin boya yozganimdek, komparativlik gapni boshida keladi. Desto bilan o'rin almashmaydi. Har doim bu narsa esingizda bo'lsin. So, übungen jetzt. Je beleben desto fühlen wir uns. Nima qo'yamiz? Nima deb o'ylaysizlar? Ahamiyat beringlar. Bu mavzuni o'tishdan oldin yaxshilab sifatlarni darajalasini o'tganimizni yaxshi o'qib o'rganib olinglar. Bir bo'g'inli otlarimiz bo'lsa, o'zagida biza unga umlaut oladigan holati ham bo'lardi. To'g'rimi? O'sha fe'llarni bir qarab chiqinglar. Bunda bo'ladi gesunder wohler. Je gesunder wir leben, desto wohler fühlen wir uns. Ya'ni tarjimasi bo'lyapti. Qancha sog'lomroq yashasak, shuncha tetikroq o'zimizni his qilamiz. Endi bu yerda bizada ona tilida gapirganda qancha sog'lomroq deb kamdan kam ishlatamiz. Asosan sog'lom deymiz. Qancha sog'lom yashasak, shuncha tetik o'zimizni his qilamiz deymiz o'zbek tilida. Lekin bu endi ona tili nemis tilida shu roq bilan keladi bizaysinlar. Ikkinchi gapimiz. Je salzig man ist, desto wird man. Nima qo'yiladi, nima deb o'ylaysizlar? Javobini bilishdan oldin o'zinglar uchun sinash uchun oldin anaqa qilib ko'ringlar, deb-mi? O'zinglar o'ylab olinglar-da, sразу javobini ko'rmasdan. Salziger, dustiger. Ko'rasizlar, er qo'shilyapti. Ya'ni tarjimasi qancha odam sho'rroq yesa, shuncha ko'proq chanqiydi. Bu sal o'zbek tiliga uncha to'g'ri kelmaydi, chunki bizda sho'rroq deymiz, sho'r deymiz, lekin nemis tilida bu narsa bor. Keyin biz shuncha ko'proq chanqiydi deb bizda chanqamoq bu yerda fe'l bo'lib kelyapti ona tilida. Lekin nemis tilida mana bu durstik so'z chanqamoq sifat qilib beryapti. Mana bu verdan fe'l tarjima qilinmaydi, shuning uchun bizda bu sifat kesim deydi, men bilmayman ona tili shunga o'xshab ketadi. Nemis tilida bu endi alohida yaxlit sifat bilan beryapti bu narsani. Je viel man liest, desto interessant ist das Leben. Keyin 6-7 ta исключение fe'llarimiz bor edi, ya'ni komparativ va superlativ umuman o'zgarib ketadigan. Так что ahamiyat beramiz. Fe'l bu yerda biz o'zgaruvchan bo'lgani uchun mer bo'ladi, interessant shundoq interessantligicha qoladi. Tarjimasi qancha ko'proq o'qisa, ya'ni umumiy bu yerda man bilan beriladi, umumiy aytilyapti. O'qisa shuncha hayot qiziqroq bo'ladi. Tushundinglar? Hop. Keyingisi oft na. Je ich mit ihr treffe, desto lerne ich sie kennen. Oldin yaxshilab tarjima qilib olinglar, keyin qo'yishga harakat qilinglar. Oft boya aytganimda qo'yay bosilmagan bir bo'g'inli bo'lgani uchun öfter bo'lyapti. Bu yerda mana na yaqinroq. Bu ham xuddi shu mana shu qoidaga bo'ysungani uchun näher bo'lyapti. Je öfter ich mit ihr treffe, desto näher lerne ich sie kennen. Tarjimasi. Men u bilan qancha tez-tez ko'rishganim sari qo'shilib qoldi, uni shuncha yaqinroq taniy boshladim. Demak, shunaqa edi. Okay, so meine Liebe, das war alles, was ich euch klären wollte. So, ich hoffe, dass ihr verstanden habt. Wenn ihr
nicht gut verstanden habt, dann meldet euch bei mir. So, und jetzt schicke ich da auch euch die Hausaufgaben. Okay, na dann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, vergesst auch nicht, zu Hause Deutsch zu lernen. Tschüss.